Neç bo'lyapti? Neç bo'lyapti? 16,5dan bo'lyapti. 16 bilan 500 dan bo'lyapti. Berilmadi. Neç pul deyaptilar ega? Ha, 18 million so'mdan mana narx aytilayotgan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Xudo xolasa bugun bozorda sotiladigan sog'in sigir, qochma tana, bo'g'oz sigirlar, boqma ho'kizlar, semiz ho'kizlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlarning kanalimizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lib qo'yamiz, akalar, ukalar, xudo xolasa videolarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Aka, buzog'li sigir necha bo'lyapti ekan bu? 26 bo'lyapti. Savdosi, ha? 26 million so'm savdosi bo'pti. Bolasi ho'kizcham urg'ochi. Urg'ochi bolasi. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Aka, nech pul narx qo'yapsiz? 30 million so'm narx aytilayotgan ekan. Suti qanday aka buni? Necha litr? Ha, ertalab kechqurunga 8 litr suti bor ekan mana. Bu necha bo'lyapti aka bu? 23 million so'm savdosi, ha? 23 million so'm savdosi bo'pti. Bolasi ho'kizcham aka? Bolasi ho'kizcha. Siz nech bo'lyapsiz? 25 million so'mdan balandda deyotgan ekan aka. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan mana. Boysun bor aka. Mana shu yerga savdo bo'layotgan ekan. Savdo bo'layotgan joydan olayotgan. Qaysi sigir savdo bo'lyapti aka? Shuni olaydi. Mana. Necha pul savdo bo'lyapti ekan bu? 26 million so'm savdo qilingan ekan. Mana bu chekadagi. Mana 26 million so'm savdo qilingan ekan. Necha pul deyapti aka? 26 tegizmi? 1 million so'm o'rtada bor ekan. Bodomlar uchun 26 qufta. Baraka bo'ldimi aka? 25 million 800 ga baraka. Ha, 25 million so'm, 25 million 800. Alavash ko'rdi. Mana. Mana. Baraka bo'ldi. 25 million. Badomlar reklama qildi. Oldik, baraka. Ha, keldi. Mana. Bunisi nech bo'lyapti aka? Egasi. Egasi-ku. So'rini olib ketdi. Shuyaga ham katta. Shuyaga ham katta. Nima shuni kelib so'ramadi? Buni o'tkazdi. Bunisi nech bo'lyapti aka bunisi? 25 million deyapsiz aka. Ha, bunisi mana 25 million so'm narx aytilayotgan bolasi urg'ochi sigir. Nechinchi bolasi aka? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Mana bolasi. Mana onasi. 25 million so'm narx aytilayotgan ekan. Ko'rsatagaylarga chang'itdi. Reklama qilar ekan. Nechi bo'layotgan buzog'li sigir? 25 million so'm savdosi aka. Bahosi nechi bo'lyapti? 35 million so'm narx aytilayotgan ekan. 25 million so'm savdosi bo'lib. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Nechta sutka? Nechtaga? 8 ta. 8 ta sutka ekan mana. Sakratib. Bu buzog'li sigir nechi bo'lyapti? Savdosi nechi bo'lyapti aka? 19 million 400. Baraka bo'pti. 19 million 400 ming so'mga mana baraka bo'lgan joyda buzog'li sigirdi. Qancha bo'ldi aka bu? 19 400. Boysun baraka. Boysun baraka deng. Boysun barakaga like bosamiz deng. Hozir akajon. Aka, buzog'li sigir nechi bo'lyapti ekan? Ha, akani olmas kerak ekan. Ona deganlarga boramiz. Nechi bo'lyapti ekan aka bu? 15 qilyapti. Men o'zimga bormayman. Ha, kim 15 qilyapti? Savdo bo'ldi 15 ga. Ha, bo'g'ozmi aka? Yo'q, qisir sigir. Ha, qisir sigir mana 15 million so'mga
berilmabdi mana. Nech pul bo'lsa beramiz aka buni? Dedik, beramiz kesin. Kelishayotgan joyi bor ekan. Bo'ldi. Oldik. Egasini ham oldik aka. Mana sizni ham oldik aka. Bu tana nechi bo'lyapti? 15 deyapmiz aka. 15 million deyapsiz. Savdosichi? Qisirmi bu aka? Menimcha qisir 12 million so'm savdosi bo'libdi. Aka bu semiz sanalar nechi bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Nechi puldan bo'lyapti? 13,5 bo'lyapti aka. 13 million 500 ming bo'lyapti, ha? Siz 15 million deyapsiz. Bunisichi? Bu sizdanmi aka? Nechi bo'lyapti bu? 14. 14 million savdosi. Nechi pul bo'lsa beramiz? Bozor bo'ladi endi bu. Ha, bozor bo'ladi, ha? 14 million so'm mana bunisi savdosi bo'ladi. Tushdilar bu. Yaxshi tushunmoqqa Bo'ldi. Aka, ho'kizchalar nechi bo'lyapti? 12 dan so'rayapti. 12 million so'mdan so'rayapti, ha? 12 million so'mdan so'ralayotgan ekan. Siz nechi bilyapsiz? 14 million so'mdan narx aytayotgan ekan. Ho'kizchalar nechi bo'lyapti? Mana ho'kizchalar 11 million so'mdan savdosi bo'libdi. Aka nechi pul aytyapsiz narxini? 11dan bo'ldi. Siz nechi pul deyapsiz? 13 ta. 13 million so'mdan narx aytayotgan ekan, 11 million so'mdan savdosi bo'libdi. Boysun bor aka. Bularchi aka? Yeshanbo yaxshilab oling bular. Nechi puldan? 10 milliondan bo'ldi. 10 million so'mdan bo'libdi ana bular. Olyapmiz aka? Yeshanbo jonli efirmi? Yo'q aka. Qo'yamiz keyin. Alkega chiqyapti. Nasib xudo xolasa aka. Bermasam bor. Yo'q, unaqa. Bu nechi pul savdo bo'ldi aka bu? Egasi yo'qmi? Buni egasi yo'q. Egasi yo'q. Kimlar ekan bu? Boysun bor aka. Bu nechi pul bo'lyapti ekan bu? Bu 14,5 ga bermadik. 14 million 500 ga berilmadi, ha? Bo'ylari 1.10 atrofida. 14 million 500 ga berilmabdi. Bozorda mol juda ko'p. Nechi bo'ldi ekan bu ho'kiz? 13 million 500 ming bo'libdi. Boqma ho'kizlar ancha ko'payib qoldi bozorga. Bu nechi bo'lyapti aka mana? Sizdan boshlaylik. 16 millionga berilmadi, ha? Nechi pul deyapsiz? 18 million so'm aytilayotgan ekan, 16 million so'mda berilmabdi. Bo'ldi, olamiz aka, olamiz. Nechi bo'lyapti aka bu ho'kizchalar? 10 million 500 mingdan. Ikkalasi hammi? Bunisi 12 million 700 ming so'm bo'libdi, bunisi 10 million so'm bo'libdi. Mana. Vazda yaxshisiz. Bu nechi bo'lyapti ekan ho'kizlar? Bu bog'imizni olmasi kerak ekan. Endi bu videolarni olishdan maqsad odamlarni manfaati uchun. Shu odamlar bozordan chorvaga qiziqadiganlar xabar bo'lsin deb videolarda olamiz qo'ldan kelgancha. Negativlar ham bo'ladi bozorda. Omang men deb, lekin o'zlari bozorga chiqishadi. Voy, zaten nima molayda tentakasam. Nechi bo'lyapti bu? Ola ho'kizcha. 16,5 bo'lyapti. Savdosi. Nechi pul deyapsiz aka bu? Biz 18 deyapmiz. 18 million so'm narx aytilayotgan ekan, 16 million 500 ming so'm savdosi. Jazman savdo mana aka. Jazman savdo mana akamiz so'rab turibdi. Savdo bo'layotgan joyda. Aka so'rayapsizmi shuni? So'rayotgan. Nechi pulga so'rayapsiz? 16 million 500 ming so'mga so'rayotgan ekan akamiz.
Mana boqma ho'kizlar suyagi yaxshi ho'kizlar. Nechta bo'lyapti aka? Ha, ikkalasi bir joyga 31 million so'm bo'layotgan ekan. Siz nech pul baho aytyapsiz aka? Ha, 36 million so'm, 18 million so'mdan narx aytilgan ekan. 31 million so'm, 15 million 500 dan savdosi bo'lgan ekan. Aka nech bo'lyapti bu paroda, shved? 32 million so'm narx aytilgan ekan, 28 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'ylari 1.30 dan baland menimcha. Aka turing qana aka qolaylikcha bir o'tkizi. Nech bo'lyapti ekan savdosi? Aka nech bo'lyapti? Nech bo'lyapti aka? 22 million 500 ming so'm bo'lyapti mana. Savdosi bo'lib turgan joydan. Aka siz nech bo'lyapsiz? 5 bo'lsa beraman. 25 million bo'lsa, baraka deyotgan ekan 22,5 million so'm mana savdosi bo'lyapti. Mana bu akamiz doim chiroyli mollar bo'ladi. Aka nech bo'lyapti? Aka 32 deyapman. 32 million so'm aytilayotgan ekan. Savdosi-chi? Savdosi 25 million 65 dan taroziga bo'ladi. Ha, 25 million so'm taroziga 65 ming so'mdan so'ralayotgan ekan. Yoshi qanday aka? Yoshi buzoq o'g'li, birga to'lgan. Ha, birga to'lgan buzoq ekan. 1 yoshar. 1 yoshi. Gap yo'q. Like bosib qo'yamiz akamizga. Buzoqcha mana. Angus. Angus mana. Nech bo'lib qoldi bu ho'kiz? 17 million so'm mana boqma ho'kiz 17 million so'm bu qoldi. 17 million. Aka bu nech bo'lib qoldi? 16 million so'm bo'ldimi? Savdosi? Siz nech bilyapsiz? 20 million so'm aytilayotgan ekan, 17 million so'm savdosi bo'ldi. Gap yo'q. Aka bu nech bo'lyapti? Ho'kizat 23 million so'm bo'layotgan ekan mana. Biz berilmoqda. Aka tarozigami bu? Mana taroziga qo'yilayotgan ekan. Yozib ketamiz. Obunachilar, olamiz mana xudo xolasa taroziga. Mana tarozi bor, Boysun mol bozorining tarozi bor mana. Aytingizlar qanday nechta taxmin? Menmi? 700 kilo. 700 dan nari ber. Qancha? Taxminan, ha? Navardor. Chan? Men umuman bilmas ekan mana. 577 mi? Öyle intabloda paskatıyor. 577 kilo chiqdi. Men juda ko'p aytyapman. Mana gavom nima? Nech pul bo'ldi? 6 million bo'ldi. Olingan 16 million. O'ntirganim olingan. Mana shu ho'kizcha 14 million 500 mingga olindimi? Aka nech pul deyapti? 14 million 500 mingga olindi mana aka. Mana shu ho'kizcha mana. Nechi bo'ldi bu? 16 beray. 16 million so'm narx aytilayotgan ekan. Aka endi o'rismi, o'zbekmi? O'zbek vatan bittada aka. Tushiramiz. Nima deysiz? Boysun baraka YouTube kanalimizda ko'rasiz aka.